Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 77-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda kalimalar deb boshlangan bo'limimizning 8-darsi, ya'niki mufassal iymon kalimasini o'tamiz. Xo'p, sizlar bilan hozir birgalikda to'liq sharhlaymiz har doimgidek, keyin birgalikda to'liq o'qilishni o'rganamiz. Mufassal iymon kalimasi bir bet hamda yana bir betdan tashkil topgan. Ya'ni ozgina bu yerda bir qismi bor hamda tarjimasidan tashkil topgan. Hozir sizlar bilan birgalikda shuni shu yerdan boshlab birgalikda sharhlaymiz, keyin birgalikda Xudo xohlasa o'qiymiz. Hozir men ekranni yaqinlashtirib olaman. Ekranni yaqinlashtirib olganimizdan so'ng birgalikda sharhlashni boshlaymiz. Demak, bir boshdan boshlab sharhlashni boshladik. Men e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchisi amantu degan kalima. Bu yerda alifni ustida e'tibor bersangiz fatha, uzunroq va tikkaroq holatda kelgan. Biz buni o'tgan edik. Alifni ustida fatha, tikka va uzunroq holatda keladigan bo'lsa, bu mattabiiga teng bo'ladi. Ya'ni bu a emas, a bo'ladi. Ya'ni ikki harakat cho'ziladi. Shunda amantu. Keyin bu yerda n harfi, sukunlik nun harfidan so'ng 15 ta ixfo harflaridan biri kelib qolsa, sukunlik nun harfini o'sha harfning chiqadigan joyiga yashirib, ozgina g'unna bilan o'qiymiz. Shunda amantu. Nun harfini t harfini chiqadigan mahrajiga yashiramiz. Mahrajiga yashirib, n-ni bildirmasdan o'qiladi. Tushunarli? Ya'niki ixfo qoidasi. Biz bularni batafsil o'tgan edik. Keyingisi billahi degan so'z. Bu yerda vasli hamza o'qilmaydi, chunki vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Yoki bo'lmasa vasli hamza qo'shib o'qilganda o'qilmaydi deb tushunsa ham bo'ladi. Demak, vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Endi bu yerdan billahi, bu yerdan i harfidan, mana bundan biz qayerga tushib olamiz? Alloh lafzini ikkinchi lamiga tushib olamiz mana bu yerga. Alloh lafzini birinchi lami o'qilmaydi, chunki undan keyin tashdid bor. Shunda bil, ikkita la bu yerda, tashdidda ikkita la-ku. Billahi. Tushunarli, vasli hamza o'qilmaydi, Alloh lafzini birinchi lami o'qilmaydi, to'g'ri ikkinchi lamiga tushib olamiz. Keyin Alloh lafzini lami yo o yoki a o'qiladi, ya'niki lo yoki la o'qiladi. Alloh lafzi o'zidan oldingi so'zga kasra bilan ulangani uchun Alloh lafzini lami la deb o'qiladi. Shunda billahi bo'ladi. Keyin Alloh lafzi so'z o'rtasiga kelsa ikki harakat cho'zib o'qiladi mana. Undan so'ng bu yerda boshqa qoidamiz qolmadi. Endi bu yerda va ma la, bu yerda bu la a. Bu shunchaki alif. Endi qarang, tabiiy mat bo'lyapti. To'g'rimi? Alif so'zda kelib, o'zi hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldin fathalik bo'lsa, mattabiiy bo'ladi. La, to'g'rimi? Lekin mattabiidan so'ng hamza kelib, ikkisi boshqa so'zda bo'lsa, mad munfasil bo'lib, 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qiladi. Shunda bu yerda la 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qisa bo'ladi. Ya'niki va ma la deb 2, 4, 6 harakat lani cho'zsa bo'ladi. Aslida bu ye harfi bo'lgan, tagidagi nuqtalar olib tashalgan. Keyin ustiga hamza qo'yilyapti. Hamza qo'yildimi, u yelik xususiyatini yo'qotadi. Keyin tagiga kasra qo'yilgani uchun i'ga teng bo'lib qoladi. Mana shu jumla turishi, mana shuni turishi i'ga teng, tushunarli? Mana shu. Turishi nimaga teng ekan? I'ga teng. Shunda la ika. Bu i bu. I ka tihi. Keyin bu yerda tihi ikki harakat cho'ziladi. Mattabiiy bo'lib qoladi. Quyidagi belgichamiz o'tganmiz. Nimaga teng? Mattabiiy. Ya'niki mana i'ni cho'zadi. Tihi ikki harakat. Keyingisi va kutubihi. Bu yerda ham shu mattabiiy ikki harakat hi cho'ziladi. Quyidagi belgichamiz o'tganmiz, mattabiiyga teng edi. Va rusulih. Endi qaranglar, bu yerda ro harfi yo'g'on o'qiladi. Chunki ustida nima kelyapti? Domma kelyapti. Qachon ro yo'g'on o'qiladi? Qachonki ustida domma yoki fatha bo'lsa, ro harfi yo'g'on o'qiladi. Keyin lih. Bu yerda kasrani o'rniga sukun qo'yamiz. Hamda kasrani olib tashlaymiz. Vaqf birinchi qoidaga ko'ra sulih deb to'xtaladi. Vaqf birinchi qoida shunaqa edi, to'g'rimi? Ustida fatha, domma, kasra bo'lsa, nima qilamiz? Olib tashlab o'rniga sukun qo'yamiz. Chunki biz to'xtayapmiz. Shu yerda to'xtab bir nafas olamiz. Shunda endi qarang. Sal uzoqlashtiraman. Mana uzoqlashtiradigan bo'lsam e'tibor bering. Hozir o'qiyotgan paytingizda shu yerdan boshlab bir nafasda to shu yergacha o'qishingiz kerak, to'xtashingiz kerak. Chunki bir nafasda o'qimasa ayrim joylarda ma'no buzilishi mumkin. To'xtab o'qisiz. Shuning uchun shu yerdan boshlab shu yergacha bir nafasda o'qiysiz. Hozir o'qilishini ham ko'ramiz. Birini sharhlab olaylik. Endi pastga tushamiz. Xo'p, pastni yana yaqinlashtirib olamiz sizlar bilan va sizlar bilan yana birgalikda sharhlashni boshlaymiz. Ketdik. Bu yerda
val vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Shunda val lega tushib olamiz. Shunda val yawmil. Endi bu yerda yana qanaqa qoida bor? Vav so'zda kelib sukun bilan undan oldingi harf fathalik bo'lsa lin harfi bor. Lin nima edi? Shunchaki yumshoq o'qish. Yawmil. Keyin bu yerda vasli hamza yana o'qilmaydi. Mani isidan qayerga tushib olamiz? Lega tushib olamiz mana. Shunda yawmil la mil bu la bu shunchaki yawmil. Endi bu a mana bu belgimiz a harfi. Yawmil hamda bu a bu alif ustida fatha tikka holatda kelsa ikki harakat cho'zib o'qilardi. Yawmil a ikki harakat cho'zasiz mattabi a xiri. Tushunarli? Mana ikki harakat cho'ziladi. Keyin bu yerda ro ingichka o'qiladi, yumshoq o'qiladi chunki kasra bilan kelyapti. Keyingisi yana shu val. Yana val lega tushib olamiz. Vasli hamza o'qilmaydi chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Qodari r yana ingichka o'qiladi chunki kasra bilan kelyapti. Xoyri yana bu yerda lin harfi ye va vav harflari sukun bilan kelib, undan oldingi harf fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi. Ro harfi ingichka o'qiladi chunki o'zida kasra. Keyin bu yerda hi bor-ku, mattabiy chunki mana belgicha bor, bu mattabiyga teng edi. Hi deb cho'ziladi. Xo'p, keyingisi bu yerda qoida yo'q. Yana bu yerda hi yana ikki harakat cho'ziladi mattabiy. Keyin bu yerda minal mana minallohi. Bu yerda vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Alloh lafzini birinchi lam o'qilmaydi chunki ikkinchi lamda tashdid bor. Shunda minal lekin ikkita l bu, qarang. Minallo nega lo? Chunki Alloh lafzi o'zidan oldingi so'zga fatha bilan ulansa, Alloh lafzini lami lo o'qiladi. Mana yozib qo'yganman bu yerga. Lo deb o'qiladi hamda Alloh lafzi so'z o'rtasiga kelgani uchun ikki harakat cho'zib o'qiladi. Bu lo deb o'qiladi. Minallohi. Hamda bu yerda yana mattabiy alif so'zda kelib o'zi hech qanday belgi, undan oldingisi fathalik. Hamda bu yerda ham ya so'zda kelib o'zi hech qanday belgi, undan oldingisi fathalik. Hamda bu ham mattabiy la deb to'xtaladi. Hamda bu yerda to'xtaymiz, yuzcha qo'yib qo'yaman. To'xtasak qaysi vaqf qoidasiga ko'ra cho'ziq bilan tugagan so'z cho'ziq bilan to'xtaladi degan qoida. Tushunarlimi? Yozib qo'yasiz. Mayda yozib mana. Vaqf cho'ziq holatda to'xtaladi. Cho'ziq deb yozib qo'yaman. Mana vaqf cho'ziq deb yozib qo'ydim. Ya'niki mayda cho'ziq holatda to'xtalishimiz kerak. Ya'niki la emas, la deb ikki harakat cho'zilgan holatda to'xtaladi. Chunki vaqf qoidasi. Ko'ryapsiz, sharhlash unchalik qiyin emas, ha? Asosiysi shuni o'qiy olsak bo'ldi mana. Hozir men sizga ko'rsataman mana. Biz sizlar bilan bir zumda mana birinchi, ikkinchi qatorlarni sharhlab bo'ldik. Endi mana bu yerni sharhlab olsak, shu bilan birgalikda sizlar bilan o'qiymiz ekan. Xo'p, endi bu yerni sharhlaymiz. Boshladik. Bu yerda yana val vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Shunda val. Keyin bu yerda yana mahrajga e'tibor berasiz. Bu yerda chuchuk f ga e'tibor berasiz. F. Keyin bu yerda yana mahraj, keyin maytda dal. Bu yerda yana vasli hamza so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Dal maut. Mana shu yerda e'tiborli bo'lamiz. Bu yerda madlin oriz qoidasi bor. Qanaqa edi u? Bu lin harfi, to'g'rimi? Vav so'zda kelib sukun bilan undan oldin fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi. Mana bu yer lin. Mana bu yer. To'g'rimi? Bu lin bu. Mana shu joy. Lin. Endi qarang, lin harfidan so'ng vaqf birinchi qoidaga ko'ra to'xtashim uchun sukun qo'yamiz, to'g'rimi? Kasra olib tashlab. Shunda lin harfidan so'ng sukuni oriz kelsa, qanaqa bo'lardi? Mad lin oriz bo'lib ikki to'rt olti harakat cho'ziladi. Bu yerda lin bor. Maut bitta v cho'ziladi. Ya'niki mana yozib qo'yaman, shunchaki mana ma v mana maut mana. Mashina holatda v harfi 2-4 harakat cho'ziladi. Maut v cho'ziladi, tushunarli? Ya'niki mavt emas, maut v cho'ziladi. Shuning uchun bu qoida nozik madlin oriz qoidasi sal kamroq keladi-yu, lekin bu qoida ham bor. Xo'p, mana buni ham sizlar bilan sharhlab oldik. Endi tarjimasi. Xo'p, birgalikda sizlar bilan ma'nosini o'qiymiz. Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, elchilariga, oxirat kuniga, taqdirning yaxshi yu yomoni ham Alloh taoladan ekaniga, o'lgandan so'ng qayta tirilishga iymon keltirdim degan ma'noni bildiradi. Azizlar, bugungi darsimiz mufassal iymon edi. Mana tarjimasini ko'rdik va sharhladik. Endi sizlar bilan hozir birgalikda ko'rib, qanday o'qilishini o'rganamiz. Hozir men sizga o'qilishini qo'yib beraman. Mana bu yerni siz yaxshilab kuzatasiz. Keyin yana kamchiliklaringizni, xatolaringiz bo'lsa to'g'rilab olasiz. Hozir men sizga
o'qilishini qo'yib beraman. Tayyor bo'lsangiz, demak eshitishni boshladik. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله Sukun bilan to'xtaldi, e'tibor berdingiz. Endi davomini eshitamiz. واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى Endi pastga tushib olamiz. والبعث بعد الموت. Ana azizlar, o'qilgan holatini ham qo'yib berdim sizlarga. O'zlaringiz yana bir eshitasizlar, takrorlaysizlar va xuddi shu holatda o'qishga harakat qilasizlar. Yaxshi bilasizlar, biz Telegram kanalimizga mana shu videoni ham tashlab qo'yamiz. Bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Telegram kanalimizdan bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi. Keyingi narsa, Shayx Alijon qori o'qiganlarni ham Telegramga tashlab qo'yaman, xudo xolasa. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi azizlar. 1-2 kunda xudo xohlasa Qur'onga tushamiz. Menimcha kalimalar tugadi. Keyingi dars bittani qo'yib o'tib bersam Qur'onga tushsak kerak. Yana men planga qarayman, rejamizga albatta. Azizlar, salomat bo'lasizlar. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi.